Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Aziz she'rsevar do'stlarim, sizlarga o'qib beradigan she'rimiz Maktab. Birinchi qism debocha. O'shda bir zo'r ayol bor. Olam tor himmatiga qoyil qolmay iloj yo'q, u topgan hurmatiga. Bu go'zal hurmatlarga me'yor bilan erishdi, isrofni yomon ko'rdi, tejam bilan kelishdi. Alloh sungan hunardan sobit turdi erinmay, orzularga yetsa ham yura bildi kerilmay. Nochorni qo'llash unga yetkazardi halovat, ko'ngil toza edi, yurar edi salomat. Bizga atalgan dunyo sinovidan 5 oldi, qilgan ishlari savob, vasfi duoda qoldi. Maktab. Ona bo'lib farzandni ul kabi sevgan bormi? Begunoh bolalarga bir maktab qurgan bormi? Masjid qurganlar yuzlab, restoran qurgan shuncha, qurgan bor o'yingohlar, xususiylik oy kuncha. Puli borga zo'r maktab, hamma shartlar muhayyo, ko'p farzand mehnatkashga bulut ostida ziyo. Bir xonada 30-40 bolalar olar ta'lim, ularning sho'xligidan to'yib bitar muallim. Na bolada bilim bor, na o'tilar tuzuk dars, parta talashgan nechta direktorga 100 xil ars. Bolaga qattiq so'zlash azaldan qonunda yo'q, chorasiz muallimga otiladi turfa o'q. Nima qilsin xush ko'rib bo'lgan edi muallim, 100 ming maosh juda kam, o'qitish og'ir ma'lum. Bir bolani onasi yig'laydi eplay olmay, muallimga tasanno, eplayapti o'tolmay. Haqiqatni gapirish vaqti keldi chamasi, maktab qurilish bois ochilyapti hammasi. To'g'ri gapni aytmaslik, gunoh ustiga gunoh, ahd farmondan qaytmaslik uchun rozi Rob Alloh. Nomsiz arzlar, balki ertak bo'ladir, opamizning himmati, ko'tarilar ul bois muallimlar hurmati. Muallimga chopchigan boy bolalar tiyilar, balki bir xil bo'ladir o'quvchiga kiyimlar. O'quvchi sevib qolar bir-birin, yozilmas garanoga nomsiz arzlar yashirin. Bolajon boylar, bolam yaxshi o'qisin deymiz u evoh, lekin shoshmaymiz nazoratga, ta'limga sustmiz sekin. 10 ta boy bo'lsa yurtda 10 maktab qurib qo'yar, bolalar taomiga 10 ta qo'y so'yib qo'yar. Bolajonmiz deymiz u, bolalardan qochamiz, bo'lib bitib ketsak tez magazinlar ochamiz. Bolajon boy akalar, bolalardan iltimos, maktab qurib beringlar, o'tib ketmay bahor yoz. Bolalar rahnamosi, maktab qurgan opadek 10 ta opa topilsin, parta talashganlarning og'izlari yopilsin. Ko'pi bilan 15 ta bolaga xona qursin, bolani xursand qilib, boladek o'ynab yursin. Onajon deb bolalar quchoqlaylik har kuni, rahnamo onamiz deb sevaylik mudam uni. Ulfatoy mard onajon, boy akadan boyroqsiz, hilpirab turgan maktab
peshtoqida bayroqsiz. Chiroylisiz juda ham, obi kavsardek tiniq, sizdek ona bormikin jahon olamda siniq. Bo'ston edi ulfatoy, daston bo'ldi ko'p marta. Ulfatoy o'shi taxallus munosibdir albatta. Ulfatoy o'shi bo'lsin, yangi maktab nomi ham, yana ko'p orzulari shu maktabda bo'lar jam. Ulfatoylar chiqadi kelajakda maktabdan, ko'z yumib bo'lmaydi hech bu boqiy haqiqatdan. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh, ko'z yumib bo'lmaydi hech bu boqiy haqiqatdan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Maktab